Assalomu alaykum. Mana avtobusda berildi. Qizig'i mutasaddini o'zi yo'q, avtobus qilib beraman deganman. Boshida shunaqa holat bo'lmaydimi deb gaplashganda yo'q degan edi. Mana shuncha odam ovora, sarson. Avtobuschilar odamlarni kirgizmayapti. Yosh bolalar ovora, yo'da kattalar. Shaxsan bizga Gazalkin Junior o'zidan 100 dan ortiq odam chaqirgan. 100 dan ortiq odam. Mana bu yerda sport maktabi bolalari bilan sarson. Bu yerda mana kimlar, mana ayollar, bilmayman, yosh bolalar. Kimdir aloqaga chiqsin, Gazalkin TFK, mana sarson borgarchilik nima kerak bordi? Sizlar qo'ygan odam, aynan sizlar qo'ygan odam mutasaddi yo'q. Kechadan beri telefonlarga aloqa chiqmadi. Menga telefon qilishyapti. Men yana bir marta aytaman. Gazalkin TFKga hech qanaqa aloqam yo'q. Men hattoki shu o'yinni ko'rishga ham bora olmayman. O'zimga joy yo'q. Mana shuncha bolalarni ovora qilib, ota-onalar bizdan so'rashyapti. Qani nimaga joy bermaysan? Xuddi biza bermayotgandek. Iltimos Gazalkin TFK shu videoni jo'natinglar. Yetib borsin mutasaddilar shu savollarga javob berib yuborsin. Nima uchun bunaqa holat bo'ldi? Nimaga sizlar kontrolga olmadinglar bu narsani? Nimaga biza qilishimiz kerak? Muxlis bo'lib turib, bilmadim, nimaga sizlar kimga topshirgansizlar? Nimaga shuncha odamlar borib futbol ichidagi bu narsa bilan shug'ullanmay, boshqalar shug'ullandi? Hayronman. Mana ahvol ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Shuncha odam ovora. Prosta ovora. Gazalkin TFK jo'natib qo'yinglar, o'qisin, ko'rsin, belgilaylar. Gazalkin TFKni ko'rsin, aytsin, savollarga javob bersin. Ishni odamlarni tushiryapti. Bilmadim, agar shuncha bolaga ham ortiqcha odam tushsin. Bo'l, tushib olinglar sizlar. Ahvol shunaqa. Hamma tushsin. Mana bolalar tushib kelyapti avtobusdan, o'yinga boramiz deb qaytib tushib kelyapti. Eshityapsizlar, o'zingizlar ko'ryapsizlar. Men aytgan edim boshida, shunaqa holat bo'lmasligi haqida gaplashganmiz. Yo'q, 500 dan 1000 tagacha deyishdi. Buxoroga olib boramiz deyishdi agar bu yoqqa borsa. Toshkentga yetib borolmadi-ku. Toshkentga. Chiqmalaringlar, chiqma. Odam Nima deyapsan?